Farzandlarimizni tarbiyasi islomiy bo'lishi kerak. Biz agar bolalarimiz hayotda o'zlari o'rganib olar ekan, hayot o'zi dars berar ekan deb tashab qo'ysak, farzandlarimizni katta mashaqqatga solib qo'ygan bo'lamiz. Yana asosi to'g'ri bo'lmagan tarbiyaga topshirib qo'ysak ham, bolalarimizni katta bir musibatga tiqib qo'ygan bo'lamiz. Demak, islomiy tarbiyaning asosi vahiy va yaratuvchining ta'limotlaridir. Masalan, katta bitta stanok sotib oldingiz. Katta pulga sotib oldingiz. Ishlatishni bilmaysiz. Kimga murojaat qilasiz? Qo'shningizdan so'raysizmi? Axloqi zo'r, dindor, 5 vaqt namozda, nafl ro'zalar tutadi, xulqi zo'r, xayr ehsonlik. Shu odamdan so'raysizmi? Stanokda qanday ishlatishdi? Kimdan so'raysiz? Shu stanokda ishlab chiqqan zavoddan so'raysiz. Uni yoki birorta bir vakilidan so'raysiz. Borasiz, vakili sizga kitobini beradi, shu kitobi bo'yicha ishlasangiz, stanokdan zo'r foydalanasiz. Hayotni kim yaratdi? Parvardigor azza va jalla. Siz bilan bizni kim yaratdi? Alloh subhanahu va taolo. Endi mana shu hayot degan zavodga kelgan bo'lsak, bu hayotda qanday ish tutish kerakligini kimdan olamiz instruksiyasini? Dinimizdan olamiz. Dinimizdan olamiz, Parvardigorimizdan olamiz. Demak, islomiy tarbiya berish uchun vahiy egasi bo'lgan payg'ambarimizning ta'limotlariga quloq solishimiz kerak bo'ladi. Dinimizda birodarlar, komil tarbiya dasturi mavjud. Komil tarbiyaning dasturi mavjud. U tashqaridan bizga hech narsani keragi yo'q. Yosh bola loyga o'xshaydi. Loy bir muddat yumshoq turadi, keyin qatib qoladi. Xuddi shunga o'xshagandek farzandlar ham ma'lum bir vaqtdagina tarbiya oladi, keyin qatib qoladi. Agar ota-ona bu loyga ishlov bermasa, tarbiya bermasa, boricha qatib qoladi. Agar ota tarbiya nimadan xabardor bo'lmasa, onani iymoni o'zini o'rnida bo'lmasa, bu bola o'zini holiga tashlab qo'yilsa, jamiyat dinsizlar orasida yurganda paytdagi bu jamiyat buni qanday qilib tarbiyalab qo'yadi? Murabbiyni otani ishi o'rgatish, ta'lim berish. Ayrim otalar bolalarini beodobligidan shikoyat qiladi. Bolasini mehrsizligidan shikoyat qiladi. Bir-biriga mehri yo'qligini farzandlarini aytib shikoyat qiladi. Endi biz bu otaga aytamizki, siz o'zingiz o'rgatuvdingizmi? Siz o'zingiz vaqtingizni ajratib ta'lim beruvdingizmi? Yo'q, bolani gunohkor qilmang. Chunki birodarlar, bildirilmasdan turib farzandga xato ish qilsa uni gunohkor qilib bo'lmaydi. Mana ikkita eshigimiz bor, kiradigan masjidimizga, xonamizga. Ikkalasidan ham odamlar kirib kelyapti. Mana eshikdan kirganlarga sizlar xato qildinglar, sizlar gunohkorsizlar desak, sizlar yozib qo'ymabsizlar-ku. Yo birorta odamni qo'yib qo'ymabsizlar, mumkin emas deb. Nimaga bizni gunohkor qilasizlar deyishga haqqi bo'lgandek, bolaga ta'lim bermasdan turib, keyin farzand noqobil bo'lsa, bolani aybdor qilmang. Nimaga boshqalarda bolasiga o'xshamaysan degan gapni aytgan paytimizda kim qildi bu ishni?